Xo'sh, yana bir xabarimiz albatta bu qatim Yaponiya muavin tashqi ishlar vaziri Arfiya Ali 10 avgust Türk Devletleri Teşkilatı'nın İstanbul'daki merkezde teşkilat baş katibi ve baş elçi Qubanchibek Ömüraliyev bilen görüşüp O'rta Osiyo ve Kafkaz rayonu bilen bo'lgan munosabatlar, shundaqla erkin ve uçuq Hind Tinch okean strategiyasi haqida 1 soatga yaqin suhbatlashdi. Qubanchibekning qirg'iz tilida, Arfiyaning Uyg'ur tilida bemalol suhbatlashishi diqqat tortdi. Arfiya xanım özününki Facebook ve ijtimoiy taratquv hisobida bu nimalarni ham baharladi. Özünün Uyg'ur tilida ve Qubanchibekning qirg'iz tilida so'zlashganligini ikkisini o'zaro. Buni o'zi alohida tilga olgan. Demak, Arfiya xanım aslida 10 avgust İstanbul o'tkinchi bir bekatda. Asli ziyorat Qirg'iziston bilan Tojikistonga menish yo'lida Türkiye'deki bu o'tkinchi bekatda Türk Devletleri Teşkilatı'nı ziyorat qilish fursatiga, buni fursat bilib ziyorat qilganligini va yuqoridagi masalalar haqida suhbatda bo'lganligini bildirgan. Demak, oldimizdagi kunlarda albatta Qirg'iziston va Tojikistondagi ziyoratlarning mazmunlarini ham baharlashi mumkin.